Qani endi qizi qaytib kelgan otani bir kun qaytgan qizni uyida saqlab o'tirgan otani qalbini ochib ko'rishning imkoni bo'lsa. Kelini bor odam ko'p narsani o'ylash kerak. Keliningizga hurmat ko'rsating, omonat qildik. O'zimiz sovchi bo'lib bordik-ku axir. Bering qizingizni iltimos deb turib, o'ylab ko'ramiz desa yana bordik, odam qo'ydik, yaqinlarni o'rtaga soldik. Odam o'zi xaridor bo'lgandan keyin mard bo'lish kerak. Ayol, qiz otani yuragini bir bo'laga azizlar. Payg'ambarimiz alayhissalom Ka'batullohda namoz o'qib turgan chog'larida Abdulloh ibn Mas'ud aytayaptilar. Abu Jahl yonidagi sheriklariga aytdiki, ichinglarda bir mard bormi? Muhammad boshini yerga qo'yganda Muhammadning boshiga ana u ichak-chovoqlarni olib kelib, tuyani ichak-chovog'ini tashlab yuboradigan mard bormi dedi. Butlarga so'yiladigan tuyalarini ichak-chovog'i tashlanadigan axlatxona bor edi. Uqbat ibn Abi Muayt degan odam men qilaman dedi. Uni birov majburlamadi. Taqdiriga Alloh shu xorlikni yozgan ekan, borib bir idishga o'sha axlatni solib keldi. Kelib poylab turdi. Sarvari koinot sajdaga bosh qo'yganlarida Rasulullohning tepalaridan axlatni to'kib yubordi. Tasavvur qilyapsiz-a? Ka'batullohda sajda qilgan hollarida Allohning rasulining tepasidan axlatni to'kib yubordi. Rasululloh bu xo'rlikka boshlarini ko'tara olmay qoldilar. Shu holda qolib ketdilar. Nechuk bunchalar xo'rlik o'z yaqinidan, o'z qavmidan shu holda qolib ketdi. Abdulloh ibn Mas'ud aytadilar, men va boshqalar bor edik, lekin Rasulullohga bir qadam yaqinlasha olmadik, chunki ularning adadi ko'p edi, quvvati ko'p edi. Kim bir qadam yordam beraman deb yaqinlashsa, ular yanchib tashlashar edi. Xabar zudlik bilan Rasulullohning xonadonlariga yetib bordi. Kichik qizlari Fatima Ka'batullohga qarab yugurib chopib kelib, otani boshidagi axlatlarni olib, tozalab, kiyimini, etagini yirtib, otani yuzini artib tozalab qo'ydi. Va yelkalaridan tortib sajdadan o'tkazib qo'ydilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Fatima mening qalbimning bir parchasi dedilar. Kim uni xafa qilsa, men xafa bo'laman. Kim uni xursand qilsa, men xursand bo'laman dedilar. Mana shu Rasulullohning so'zlari har bir qizi bor otaga tegishli gap. Qiz otani yuragini bir parchasi, yuragini bir bo'lak. Yuragini bir bo'lagini uzib bergan o'sha uzatganda. Mana shunday tasavvur qilishimiz kerak.